arzon 750 ming dollarlik xonadondan so'ray kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Xonadonni chiroyliligini qarang. Gap ko'rish mumkin emas. Bu xonadonga o'zlari qarang, qancha mehnat qilgan ustalarimiz bo'lib, gap bo'lish mumkin emas. Bunda esa oila davrasida mazza qilib o'tirishingiz mumkin. Hozir esa masalaga oshxonaga jihozlangan texnikani ko'rsataman. O'zida ko'rib baholayasizlar. Bunda choy qaynatib, yaxshi ovqatlar qilishingiz mumkin. Bunda esa juda xolodilnik joylashgan. O'rnatilgan ishlarni qarang. Gazsuvoy zalimiz polностью mebel texnika bilan jihozlangan. Hozir esa manziliga televizorlar ko'rsataman. Ko'rsatishlar esa manziliga xonadonimizdan ikkinchi qavatini ko'rsataman. O'zida baho berasiz. Ishlarni qarang. Bu xonadonni uchastkada bo'lishingiz mumkin, lekin uchastka emas. Bu kvartira bo'ladi. Eng yoqqan joyini ko'rsataman. Manzarani ko'rib, o'zingizga baho berasizlar. Bu bizda televizor aslida shunaqa sharoit qo'yishga hozirlarga ko'rsataman. Mana mangalda mazza qilib osh-ovqatlar qilasiz. Mana bu tomosha. Bu esa o'zbekning sir o'tiradigan joy qo'yish. Ya, bu shu mumkin emas. Buni qarang.